Yaponiya parlamenti vakillaridan iborat delegatsiya Samarqandda bo'lib, ikki davlat hamkorligidagi qator loyihalar bilan tanishdi. Navbatdagi lavha shu haqda. Yaponiya delegatsiyasi dastlab Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, Yaponiya oliy ta'lim muassasalari va tashkilotlari bilan olib borilayotgan hamkorlik loyihalari, amalga oshirilgan ishlar hamda erishilgan natijalar bo'yicha taqdimot qilindi. Ta'kidlash kerakki, hozirda mazkur institut Tokio qishloq xo'jaligi va texnologiyalar universiteti hamda Yaponiya O'zbekiston assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda. Samarqandda quritilgan xurmodan foydalangan holda qishloq aholisi daromadlarini oshirish nomli xalqaro loyihani amalga oshirmoqda. Delegatsiya vakillari ushbu loyihaning dastlabki natijalari bilan tanishar ekan, O'zbekistonda eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish va aholining daromadlarini oshirish bo'yicha katta imkoniyatlar mavjudligini e'tirof etdi. Biz hozirda ko'proq qishloq xo'jaligiga e'tibor qaratyapmiz. Quritilgan xurmo Yaponiya oilalarida ham tayyorlanadi. Tokio qishloq xo'jaligi va texnologiyalar universiteti bilan hamkorlikda olib borilayotgan ushbu loyihaning bajarilishida qo'ldan kelgancha yordamimizni ayamaymiz. Kelajakda ushbu loyiha katta bir sanoatga aylanishini istayman. Loyihamizning umumiy qiymati $1 million maqsadimiz shu aholi daromadini oshirish. Aholini ish bandligi bilan ta'minlash. 3 yillik shartnomamiz bor, hamkorlik shartnomamiz bor, grant bor. O'sha grant asosida ikki taraf ham qiziqqan holda, masalan, bizlardagi yetishtirilgan xurmolarning tarkibini, boshqasini hammasini o'rganib, sertifikat oldik, guvohnomalarni oldik. Mana shu chet ellarga to'g'ridan to'g'ri savdoga chiqarish imkoniyatimiz bor hozirgi kunda. Xo'jalik xonadonlarida quritsak bo'ladi. Bu yerda hech qanaqangi bir ortiqcha mablag' talab qilmaydi. O'zlari qilib, o'zlarining daromadini oshirsa bo'ladi. Uchrashuvda yapon vakillari yana boshqa mevalarni ham quritish bo'yicha loyihalar ishlab chiqarish taklifini bildirdi. Muloqotlar davomida istiqboldagi rejalar yuzasidan fikr almashildi. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari uchun ajratilgan maydonchada parlament vakillari tomonidan daraxt ko'chatlari ekildi.